Mana mashlar xudo xolasa 3,5-4 metrliklar mana kesildi. Samarqandga, Qashqadaryo, G'uzorga, Xorazmga, uchala yerga. Xudo xolasa. Mana ular 5000 so'mliklardan kesildi mana. Bular qoldi. Mana chiroyli qilib tayyorlab, bunday qilib qoplarga solyapmiz. Chiroyli qilib. Tayyorlab qo'ydik mana. Ikkalasi mana, ikkalasi 100 ta 5000 so'mlikdan, 140 ta 5000 so'mlikdan, mana 50 ta 10000 so'mlikdan, 50 ta 5000 so'mlikdan Samarqandga tayyorladik buni. Bular Samarqandga. Xudo xolasa hozir mana Qashqadaryoga akamizga, Adham akamizga tayyorlayapmiz. Xudo xolasa keyin Xorazmlik akaga bor. O'shanga tayyorlaymiz. Bo'ldi, xudo xolasa bu ko'chatlar tugadi. Akalar 5000 so'mlik ko'chatlardan qoldi. 1,5-2 metrlik mana bundaqa. Mana bundaqa 5000 so'mdan. Mana shunaqa qilib kesiladi mana ular. 5000 so'mliklar mana. Xudo xolasa go'zal holatda emas. Kimga kerak bo'lsa, zakaz qilaverasizlar. O'zbekistonda bu joyga yetkazib beramiz. Xudo xolasa mana shular 5000 so'mdan. Mana xudo xolasa tayyor mana. Chiroyli holatda. Mana shular mana 5000 so'mdan. Mana qilib 5000 so'mliklar adden, 10000 so'mliklar adden. Mana shulardan ko'p emas. Bir 2000 ta ko'chatimiz qoldi. Qolgan bir 5000 ta sotilib ketdi, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimga kerak bo'lsa, mana zakaz qilaverasiz. Xuddi mana shunaqa qilib tayyor yerga ekilaveradigan qilib beramiz. Mana bular 10000 so'mliklar mana bular. Xudo xolasa. Chiroyli holatda mana 10000 so'mliklar mana. Katta bo'ladi bular. Tomirlari ham katta bo'ladi. Hammasi mana shular 10000 so'mdan mana shular. Mana xudo xolasa. Tayyor. Shunday yerga ekilaveradigan holatda bular. Hammasi 10000 so'mlik. Bu odamlarga jo'natyapmiz mana inshaalloh, xudo xolasa. Chiroyli holatda. Sog' bo'linglar, kimga kerak bo'lsa zakaz qilaverasizlar. Yetkazib, tayyorlab, kesib jo'natib beramiz, xudo xolasa inshaalloh. Bo'pti, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shep, xudo xolasa mana shulardan mana. Eng kami 3,5-4 metr mana ikkitasini tikka qilib qo'ydim. Ashlarda kesamiz, xudo xolasa sizlarga. 50 ta Qashqadaryoga, xudo xolasa, G'uzorga, 60 ta Samarqandga, xudo xolasa shundan. Shu 10000 so'mlik ko'chatlar mana. Tomirlari a'lo darajada mana. Sorti FT gibrid sorti. Xudo xolasa tayyorlaymiz. Mana shu 5000 so'mlik sortdan ham 5000 so'mlik ko'chatdan ham tayyorlaymiz, xudo xolasa. O naryoqda qolgani bor. O naryoqda turibdi. Shundan chiqarib, xudo xolasa Samarqandga 250 ta mana shundan 5000 so'mlikdan tayyorlaymiz. Undan ham kesib, bo'ylari 1,5-2 metr mana hammasi. Shuni ham zakazovka qilamiz, xudo xolasa. Mana shular bilan birga kesiladi. 3,5-4 metr bo'yi. Mana oxirgi ko'chatlar mana shu kattalari. Hozir kattalari qolmadi. Kim zakaz qilsalaring shu 1,5-2 metrliklari qoldi, 5000 so'mliklari. 10000 so'mlik, 8000 so'mlik ko'chatlarimiz qolmadi, xudo xolasa. Mana shu oxirgi partiyamiz. Xudo xolasa mana tayyorlab chiqarib qo'ydik, klientlarga bugun ortib chiqaramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar kimga kerak bo'lsa Pavon FT gibrid sortlari bemalol telefon nomerlari qolamiz, murojaat qilaverasizlar. Charchamanglar. Mana xudo xolasa mana 1,5 metrliklarni mana 5000 so'mliklardan xudo xolasa yuklab berdik akaga.
Mana uni Damasga sig'maganligi uchun kesib tashladik. Kimga kerak bo'lsa zakaz qilaverasizlar. Mana aka men ketyapti xudo xolasa. Sirdaryodan xudo xolasa o'zimiz zemlaklar. Kimga kerak bo'lsa yana zakaz qilaverasizlar, shef. Bo'pti aka, oq yo'llar yaxshi yetib oling aka. Rahmat sizga ham, sog' bo'ling. Mana xudo xolasa. Yetmadim-da deb maqib bo'ldim-da. Ha. Begimizlar bilan berib yuryapmiz xudo xolasa Polonya. Mana xudo xolasa har biriga 2-3 kilodan begimiz bo'ladi hozir inshaalloh. Bo'pti aka, yaxshi yetib oling ha. Xudo xolasa. Charchamang. Ketdi xudo xolasa. Oxirgi zakasimiz. Boshla. Assalomu alaykum obunachilar. Mana xudo xolasa keyingi navbatdagi zakasimiz mana Samarqandga chiqib ketyapti. 500 ta Pastqo'rg'ongamidi aka? Ha, Pastqo'rg'on. Pastqo'rg'onga 200 tasi Jumaga. Xudo xolasa mana shu prakamiz ketyapti xudo xolasa. Aka, oq yo'la. Bo'pti aka, yaxshi yetib oylar xudo xolasa. Mana xudo xolasa yukladik kechoganda. Ha, xudo xolasa mana akamiz oq yo'l. Qaysizlar bir galasi xolos. Xudo xolasa zakaz bo'lsa shu akadan jo'nataveramiz inshaalloh. Bo'pti, Shopir aka, yaxshi yetib oling ha. Xo'p, mayli aka, telefonlashamiz, oq yo'l. Bo'pti aka. Mana xudo xolasa ketyapti. Inshaalloh yaxshi yetib olsin xudo xolasa. Ketdi mana xudo xolasa zakazimiz. Kimga Polonia FT gibrid sortlari kerak bo'lsa, zakaz qilaverasizlar obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.